iste'molchi huquqi himoya qilinmadimi, xayoliga birinchi bloger keladi. Xuddiki bloger uni huquqini himoya qilish kerakdek. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi misol uchun blogerlarning huquqiy savodxonligini oshirsin. Juda katta rahmat sizga. Dolzarb masala. Demak, Xorazm viloyatida axborot xizmati bilan ishlaydigan mas'ullarimizga ham shu alohida bo'ladiki, press poolga o'xshagan guruhlar tashkil qilib, blogerlar bilan ishlashadi. O'zini roziligi bilan sizga alohida imkoniyat berishyapti. Biz faolmiz, iste'molchining huquqini himoya qilishimiz kerak. O'zi faol bo'lib, mana men ishlayman deb 600 ming auditoriya bilan chiqadiganlar bilan ishlashimiz kerak. Muddatli to'lov asosida berilgan qurilma muddatli to'lov qaytarilgancha muddatda ishlash kafolati degan joy bor. 2 yil xizmat ko'rsatmagani uchun telefon. O'sha masalani ham ko'tarib qo'yamiz o'shadan keyin. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan bugungi ochiq muloqotga tashrif buyurganingiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.